Ko'ryapsizlarmi bezak burchagini? Boya biz sektor esa A bilan C burchagi ichidan chiqqan edi. Endi ichidan biz sektor esa chiqmayapti. Mana tashqi burchak bor-ku. Tashqi burchaklardan biz sektor esa chiqyapti. Va o'sha biz sektor esa mana D nuqtada kesishyapti va kesishdan hosil bo'lgan burchak X. Shu X ni topish uchun nima qilish kerak? Qachon qilsak? X topish uchun 90 dan ayirib tashlash kerak. B ni yarmi. Nima qilish kerak ekan? 90 dan ayirib tashlash kerak, B ni yarmi. B o'sha biz sektorisaga aralashmagan burchak. Ana endi ketdik. Mana shu burchakni ko'ryapsizlar? Ko'ryapsizmi? Alfani topish uchun 90 dan ayirib tashlash kerak. Mana buni yarmi. Nechini Nech qoladi? Mana misol aytaman. Alfani topish uchun 90 dan ayirib tashlash kerak. Buni yarmi. 50. Alfa teng. Hamma mahalla bilan ko'rishib chiq. X ni topish uchun nima qilish kerak? X 90. Ayirib tashlashimiz kerak nechini? 45. Nech qoladi? 45. Mana buni ko'ryapsizlar? Bu 80. Bu 80 nima bilasizmi? 90 dan ayrilgani. Tushunyapsizlarmi? Necha ayrilgan 90 dan 80 bo'lishi uchun? 10 ayrilgan. Demak, mana bu burchak 20 degan tushunayapsizmi? Mana bunga e'tibor qarang. Mana bu burchak o'sha biz sektorisalar kesishgan burchak emas. Kesishdan hosil bo'lgan burchak. 50 mi? 90 dan ayrilgani 50. Ayrilganda chiqadigan javob 50. Mana ayirsa 50 bo'ladi. 40. Mana birinchi bo'lar ekan. Mana misol. Judayam chiroyli misol qanday qilib ishlaymiz? Ko'rasizlar? Birinchi katta uch burchakka qaraymiz. Katta uch burchak. Ko'rasizlar katta uch burchakni? Katta uch burchak. Bu qancha? 60. Bu qancha? 2. Bu qancha? 80 bo'ladi? Ana endi mana bu yerda biz sektorisalar kesishganini ko'ryapsizlarmi? Bizning alfamiz teng bo'ladi. 90 dan ayirib tashlashimiz kerak nechini? Alfa necha bo'lar ekan? 50. Mana misol qanday qilib chiqamiz? Xo'sh. 2x qo'shilgan 10 mana burchak. 90 dan ayirib tashlash kerak. 3x minus 100 ni yarmi. Shuni makraj bering. 2 makraj berasiz. 4x minus 20 180 minus 100 mana minus hasab qiladi. Xo'sh, 4x minus 20 barobar 180 dan 100. 80 minus 3x. Bu taraf bo'lsa 7x. 7x teng 20 bu taraf bo'lsa 60. X barobar 60 taqsim 7 bo'ladi. Xo'sh, bu misolni qanday qilib ishlaymiz? Mana bu misolni qanday qilib ishlaymiz? Ham ichkarida? Ha? Tashqarida, to'g'rimi? Xo'sh, yaxshi. Demak, mana bu qanday chiqardi? Mana buni qanday chiqaradi? Mana burchakni hal qilasiz. 3x minus 20 barobar 90 minus alfa taqsim 2. Yozgan tushuninglarmi? Bu shunday chiqardimi? Bu qanday chiqardi? X plus 40. X plus 40 qanday chiqardi? 90 ayrilgan. Ayirish kerak nima? Alfa taqsim 2. Tushunarlimi yozganim? Men shu ikkalasini qo'shib yuboraman. Chunki qo'shganimda mana bu ikkalasi ketadi. Bittasi ayrilgan, bittasi qo'shilgan-ku. 3x ga x ni qo'shamiz. 4x 20 bilan plus 20 barobar 180. 4x barobar 160. X barobar belgilaymiz.